Dunyoviy shuhrat qozongan Uyg'ur 12 muqomining ili variantini shakllantirgan ili xalq naqshlari uzoq tarixiy jarayonlarni besib o'tib, bugungi parlaq manzilga yetib keldi. İli xalq naqshlari o'z diyorining bag'ridan bulduqlab chiqayotgan sonsiz buloq ko'zlaridek urg'ib chiqib, xalq qalbiga umid, armon, shodlik va go'zal orzularni bag'ishlab kelmoqda. Bundaq tangdossiz ma'naviy boyliq, namu nishonsiz olamdan o'tgan yalqinliq shoirlarimizning, otash nafas naqshchilarimizning to'kpisidir. İli xalq naqshlari buyuk namoyandimiz 12 muqomga o'xshash kanunliq qonuniyat bo'yicha ratlangan bo'lib, klassiklarimiz shu bo'yicha o'rinlab kelgan. Lekin xalqimiz beshidan o'tkazgan xilma-xil ijtimoiy harakatlar sababidan o'zining ijodiy mantiqisi bo'yicha o'rinlanib kelayotgan ili xalq naqshlarimi oz bo'lmagan buzg'unchiliklarga uchradi. Bugungi kunda ili diyordan chiqqan talantli yosh san'atkorlarimiz ustozlarning izidan mengib, ili xalq naqshlarining buzilgan tartiblarini ratlab yurishlashtirish uchun tirishmoqda. Sizlarga sunilgan bu bir jup lenta shu ajr mehnatning dastlabki mevasi. Shundaqkan albatta nuqsonsiz deb aytolmaymiz. Har qaysingizlarning tanqidiy yordam berib, ili xalq naqshlarining texmi beshiga has qo'shinglarni umid qilamiz.